Diqqat! O'zbekistonda naqdsiz shaklda pensiya va nafaqa oluvchi fuqarolarga tezkor xushxabar. Bugun 4-avgust kuni O'zbekiston fuqarolariga ajoyib xushxabarlar e'lon qilindi. Videoni oxirigacha kuzating. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, 2026-yil avgust oyi pensiya to'lovlarini naqdsiz shaklda oluvchilarga mablag'lar to'liq 100% moliyalashtirildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan joriy yilning avgust oyi to'lov ro'yxatiga kiritilgan 4,3 million nafar pensiya oluvchilar uchun talab etilgan mablag'lar tijorat banklariga moliyalashtirib berildi. O'z navbatida pensiya to'lovlarini naqd pulsiz shaklda oluvchi 3,9 million nafar yoki jami pensiya oluvchilarning 89% fuqarolarning bank kartalariga mablag'lar to'liq yuklab berilishi ta'minlandi. Amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq pensiya pullarini naqd shaklda oluvchilarga pensiya pullari 4-avgustdan 27-avgust sanalari oralig'ida mahallaga sayyor kassalari tomonidan yetkazib berilishini ma'lum qilamiz, deyilgan pensiya jamg'armasi xabarida.